Assalomu alaykum, hurmatli Megadrop kanali obunachilari. Xo'p, bugun biz sizlar bilan men kecha to'lov olgan va ishonchli bo'lib kelayotgan, to'lab kelayotgan bot haqida ko'rib chiqamiz, gaplashib chiqamiz. Xo'p, bu bot qaysi bot? Yozib qo'yilgan va bu bot 3W Corporation. Bunda biza asosan kuniga 15 minut, uzog'i 15 minut yoki 10 minut vaqt ichida o'sha botga kirib keyin chiqib ketamiz, bo'ldi. Xo'p, bu botda men to'lov olganim haqida sizlarga ko'rsatadigan bo'lsam, mana 0.5 ta ton menga o'tkazilgan 21 mingta olmos evaziga men buni almashtirganman va ton hamyoniga jo'natganman. Xo'p, bu 7 kun vaqt oladi deb yozib qo'yilgan botda. 7 kun ichida sodir qilinadi, bu ish o'tkazib beriladi deyilgan, lekin hozir odam kamligi hisobiga mana kecha menga 3 soat ichida yarimta ton o'sha o'zimda tranzaksiyani amalga oshirib berildi. Xo'p, bunda asosan shu birinchi video bor. U videoda men qanaqa qilib ishlash bo'lishi mumkin, tezroq foydaga chiqish, referal to'plash haqida ham tushuntirib o'tganman. Undan tashqari o'sha o'zini taktikalari bor bitta ikkita. To'liq ma'lumotni o'sha videoda berib o'tganman. Bunda agar ko'rmoqchi bo'lganlar, qiziqayotganlar, kirmoqchi bo'lganlar bo'lsa, Telegramda videoni ping qilib qo'yaman, YouTube'da o'sha videoni opisaniyasiga yokida kommentariyasiga o'sha videoni belgilab qo'yaman. Ko'rmoqchi bo'lganlar bemalol kirib ko'rsak bo'ladi. Xo'p, bu videoni siz YouTube'da ham yokida Telegramda ham ko'rayotgan bo'lishingiz mumkin. Agar siz Telegramda ko'rayotgan bo'lsangiz, YouTube'ga o'tib, qo'llab-quvvatlab, like bosib, obuna bo'lib, kommentariy yozib, o'z fikringizni bildirib qoling. Xo'p, agar siz YouTube'da ko'rayotgan bo'lsangiz, Telegram kanalimizga o'tishni maslahat beraman. Chunki Telegram kanalda birinchi bo'lib hamma post joylanadi. Bu bo'lishi mumkin saytlar, airdrop saytlar bo'lishi mumkin yokida ishonchli botlar bo'lishi mumkin, to'lab berayotgan programmalar bo'lishi mumkin va asosiysi bizning maqsadimiz bu kanal obunachilari birinchidan kamroq vaqt sarflasin, ikkinchidan yaxshiroq daromadga chiqsin va uchinchidan ishonchli bo'lsin. Shunaqa narsalarni izlab topyapmiz va xudo xolasa yaxshiroq videolar chiqarishga yanada harakat qilaman. Xo'p, bu botdan tashqari men to'lov olgan yana bitta bot bor va uni vaqti 1 kun qoldi. Biz ulgurishimiz mumkin tezroq bo'ladigan bo'lsak. Bu bot Treasury. Men iloji boricha tezroq hozir hamma narsani tushuntirib o'tishga harakat qilaman va buni joylagandan keyin Telegram kanalda hamma o'sha bunga kerak bo'ladigan narsani Telegram kanalda bitta post qilib tashlayman. Xo'p, botga kirsa ko'rsataman. Bu botdan men o'zim 100 ta starslik to'lov olganman, ya'niki o'sha 100 ta stars menga to'lab bergan gift tariqasida. Xo'p, menda mana ko'rayotgan bo'lsanglar 1 kun 2 soat 57 daqiqa qoldi deb turibdi. Bu ertaga soat 3 da o'zi yopiladi. Ya'niki bot ishlashdan to'xtaydi. Siz coin moneta ishlolmaysiz, buni o'zini tokendan ishlolmaysiz. Xo'p, bu tokenni ishlash uchun biz nima qilamiz? Bizda kunlik vazifalar bo'ladi, ya'niki har kun yangi eventlar kelib turadi. Bu o'sha bosh qotirma sifatida keladi, ya'niki mana bosh menyuda bosh qotirma sifatida keladi. Masalan, men doskani o'chiradigan bo'lsam, mana menda 911 kodi bor. O'sha 911 kodini tersam, menga yangi kunlik vazifada o'sha 50 ta token beradi, o'zini o'sha sandiqcha tokenidan xullas kalom. Bu tokenni men hozir 550 ta bo'ladigan bo'lsa, siz hozir yangi kiradigan bo'lsangiz 400 ta 450 ta atrofida ishlaysiz. Va bu yoqda yana bitta ikkita qilsa bo'ladigan ishimiz bu nima? Biz ularni X ga qo'shilishimiz, ya'niki o'sha botni X ga, keyin Telegram kanalga qo'shilishimiz mumkin va agar sizda Telegram premium bo'ladigan bo'lsa, boost qilib yanada ko'proq token ishlashingiz mumkin. Keyin do'st chaqirib ham ikkitami do'st chaqirsangiz 10 ta qo'shimcha token beradi. Xo'p, buni topishni hozir menimcha juda qiyin emas va uni qila olishingiz 80-90% odam qila oladi. Chunki hammada hech bo'lmasa bitta yoki ikkita yoki 3 ta akkaunt bor. Chunki masalan ota-onamiz bo'lishi mumkin, balkida opamiz, akamiz bo'lishi mumkin. Shunga ham
10 ta token beradi va bu yaxshiroq pul bo'lishi mumkin. Endi bot sovg'alari haqida gapirib o'tadigan bo'lsam, treasury holder, ya'niki o'sha egasini o'zini Telegramda hozir o'tib ko'ramiz agar. Xo'p, bu o'zini Telegramida, ya'niki o'sha nimasida mana hozir ko'rsataman podarkalarini. Bular oddiyroq giftlari. Mana ko'ryapsizlar, juda ko'p gifti bor. Men birinchi kun kirganimda ko'rgandim, 1300 ta ion gifti bor. Ion gift bu degani noyob giftlardan hisoblanadi va noyob gift endi o'z nomi bilan noyob va u ancha qimmat stars bo'ladi va ikkinchidan kam ishlab chiqarilganligi uchun sotilganda ham yaxshi narx bo'ladi. Xo'p, meni o'ylashim bo'yicha biz bu botda qanaqa qilib o'sha yutug'imizni qanaqa qilib olamiz deydigan odamlar bo'ladigan bo'lsa, biz o'sha o'zimiz ishlagan tokendan, mana bu 550 ta turgan tokendan menimcha giftni almashtiramiz. Ya'niki o'sha giftga mana bu tokenlar o'rniga gift olamiz. Token narxi yokida gift narxi belgilanib qo'yiladi. Shunga yarasha ton olamiz yokida o'sha sovg'a berishi mumkin. Shunga yarasha. Xo'p, o'shaning uchun hozir kirib qo'yishinglarni tavsiya qilaman, chunki bu kech bo'lib ketmasligidan ehtiyot bo'lgan holda tezroq kirishga harakat qilinglar. Men ham tezroq video chiqarishga harakat qilaman. Rahmat hammaga. YouTube'da ko'rayotganlar like bosib obuna bo'lib qo'yamiz, Telegramga o'tamiz, Telegramdagilar YouTube'ga o'tib qo'yamiz. Rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.